Vatandaş. Şundaq başlanayım degendim baya. Bugünkü islaq 2023 yıl 6. ayının 23. günü heptiki cüme vatandaşım baya dedim. Hazır Hindistan'ın veziri Amerika'ya ziyaret geldi. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden hem rafiqasi birinchi xonim Cher xonim dağdığılık kütüp aldı. Hakikaten dağdığılık kütüp aldı. Katta ziyafet bilen kütüp aldı. Şundaqla andın Hindistan'ın veziri Modi Amerika Devlet Meclisi'de nutuk sözleşke teklif kılındı vatandaş. Hindistan'da bilisizler, şərq tarafki mansınız Tibet'e çeviradaş. Arunachal ülkesi mi deyimiz Tibet'e umumizlik çeviradaş. G'arb tarafki mansınız Hindistan Uyg'uristan'a çeviradaş vatandaş. Hazır endi siyaset cihati aytganda, bugünlerden aytganda Hindistan bir keçidi degidek. Tasviri cümle şundaq kelyapti. Bir keçidi degidek 3. derecelik iqtisod davlatiga aylandı. Endi hazır Jungo'nun ahvoli, iqtisodi ahvolidan qarasangiz, ati o'g'illa iqtisod gumron bo'ladiganday. Tungi xabarda cho'ng banka yemirilish oldiga kelib qoldi, gumron bo'lishga yetib keldi deydi. Buni oldimizda ko'raylik. Andan pul qaraydigan yillar to'g'ri betida ko'rsatganicha Jungo'da xalq pul rimmin beni qimmat hozir 7 mo'chan. Tungilardan bizning degan to'q 7'de 1, 7'de 6, 7'de sanab kelgan to'q bugunlarda hozir 7'de 2 mo'cha vatandaş. Bir keçide degidek 3. derlik iqtisod davlati Jungo'ning iqtisodi shu holga kelgan bo'lsa, arliqda Jungo 2. derajali iqtisod davlati deyilgan tundaq emas, lekin hozir Yaponiyaning iqtisodi yani shiddat bilan taraqqiy qilish davri kirdi vatandaş. Yaponiyaning pay cheklari har joyda o'sishga boshladi shiddat bilan. Shuningdek hisoblaganda hozir 1. iqtisod davlati Amerika, 2. iqtisod davlati Yaponiya, 3. iqtisod davlati Hindiston. Bu Modi'nin bugünkü sözlerinde Devlet Meclisi sözlüğün sözlere qarasam bu nayeti yuqori seviyelik prezidentlik veziriyken vatandaş Hindistan'da Hindilan medeniyetlik devlet, bilim asası, turmuş asası, bilimden felsefi asasları indayin güçlük devlet vatandaş. Şuna qarasam bu Modi'mi qaltı sözlerini sözlepti. Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi de. Endi onun Amerika bilenki bo'lgan munosabat 102. qatim parlamentda sözlüdüm deydi. 1. qatim ihtimal burun Amerika Devlet Meclisi sözlügen bo'lishi mumkin. Mesela sobiq prezident Trump davrida bir kelgan edi. Shu vaqtda Devlet Meclisi sözlügen bo'lishi kerak. Bugün sizlarga evvel muşun bir yetkizeyli vatandaş bir anlap qo'yinglar. Mavzumundaq Narendra Modi Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Meclisi'de nutq so'zildi. Hindiston tez arada 3. derecelik iqtisod davlatiga aylanadi. Mavzuli xabar 6. ayının 22. günü Fransiya Xalqaro radio stansiyasida e'lon qilindi. Xabar bunda boshlandi. Mushu fursatda Narendra Modi Amerika Davlat Meclisi nutq e'lon qilgan birdan-bir Hindiston veziri bo'lib qoldi. Modi İsrailiyaning veziri Netanyahudan keyin 2. bo'lib shon sharafga ega bo'lgan xalqaro rahbar bo'lib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlarning o'zining ittifoqdoshlari va do'stlariga va kimga bo'lsin undaq daraja berishi o'ng'ayga to'xtamaydi vatandaş. Demek bu Devlet Meclisi'ne doklad veriş veya Devlet Meclisi'nin nutq sözde şunda o'ng'ay ish emas. Amerika'da bu tertip intayin murakkab tertip vatandaşım. Meni esimde qilishi Jungo'ning reis Xi Jinping shundaq yaxshi munosabatda bo'lib kelgan Obama davridimi Washingtonga keldimi, kelenmedim bilmedim.
Mesela Obama davrida 2013-yili Kaliforniya shtatiga bir keldi. İkinci bulup Washingtonga kelolmadi. İkinci qatimda sobiq prezident Trump davrida reis Xi Jinping Florida shtatiga Trumpning bag'chisiga Aramgayga kelib ketdi. 2017-yil 4-ayning 7-kuni. Shundan keyin qaytib berib, buni payli buzildi. Uyg'urlarga jazo lageri yasab berdi. Xi Jinping. Shundan keyin andin Amerika Qo'shma Shtatlar bilan jungo o'tirisida sirtda savdo tijorat tamojna beji bilan boshlandi. Aqliy mulk huquq bilan boshlandi. Endilikdeyli Xi Jinping ana shunda Washingtonga ya keladi, mening esimda yo'q. Washingtonga ziyorat keldi degan bo'yicha mening esimda yo'q. Bugun Modi Washingtonga 2 qatim, dastlabki 1-qatim kelibdi, ham davlat majlisida doklad beribdi. Bugun rasmiy oldin dag'dug'lar qarshi elindi. Davlat majlisi doklad berdi vatandosh. Doklad anlıqçılar mesela Devlet Meclisi'nde Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi'nin a'zolari 15 qatim o'rnidan turib chavak chaldi deydi. Modining so'zlagan nutqiga. Ikkinchisi 79 qatim o'zining o'rnida o'ltirib chavak chaldi deydi. Shunda qarshilish xabar bo'ldi dedi. Modi'nin nutq so'zlaganda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisidan uningga bergan shon sharpiga rahmat aytdi. Hamda 1 milliard 400 million Hindiston xalqining qo'llaqanligiga ham shu maydonda Davlat Majlisi nutq so'zlab bir rahmat aytdi. Modi mundaq dedi. Amerika Davlat Majlisi nutq so'zlash intayin zo'r shon sharafdir. Ko'rdingizmi? Men dedim bosh o'ng'ay ish emas. Ama işimiz zaten, şan şereftir. O da 2 qatim nutq so'zlash texmi şan şereftir demek. 2 qatim Davlat Majlisi nutq so'zlagan gap. Amerika bergan bu şan şerefga 1 milliard 400 million Hindiston xalqi cho'nqor. Rahmat aytdi. Hindiston vaziri Modi yana Amerika Davlat Majlisining Amerika Hindiston bu ikki demokratik davlat o'rtasidagi munosabatni tabriklaganligiga rahmat aytdi. O mundaq dedi. Men sabr toqatni tushundim. Men qoyil qilish kuchi. Kechiringlar. Men sabr toqatni tushundim. Men qoyil qilish kuchi siyosiy kurash qilishni tushundim. Qoyil qilish kuchining nima ekanligini tushundim, siyosiy kurashni tushundim. Bu yerda qoyil qilish kuchi deganda demak yoshurun, buning yoshurun engida harakat qilayotgan bir fikr. Demak Amerika Hindiston munosabati mushu davrga kirdi. Amerikaliklar va yoki prezident Joe Biden meni qoyil qilish bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilish taklif qildi deganligi bo'lsa kerak vatan. Unda siyosiy kurashnimi? Unda siyosiy kurash qilishni tushundim. Men ideya va ideologiya formallari, muhokama talqinlarini tushundim. Tay chunqur gaplar. Mayli Amerika bilan jungo o'rtasidagi ideologiyalik kurash bo'lsin, mayli Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi butun jahon xalqi o'rtasidagi davlatlar o'rtasidagi ideologiyalik kurashlar bo'lsin. Buning hammani talqin muhokamalarni hammani tushundim. Sizlarning bir yerga jam bo'lib, ikki buyuk demokratik davlat Hindiston va Amerika munosabatlarini tabriklaganligingizni ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Vazir Modi mundaq ko'rsatdi. Demokratiya bizning muqaddas o'rta qimmat qarashimiz o'xshash. Hindiston uchun demokratiya, Amerika uchun demokratiya, lekin 3 nafar Uyg'ur farzandini Hindiston Modi 10 yil bo'ldi turmada saqlayotdi. Bu yigitlar uchun chet eldagi faoliyatchi arboblar zada qanday kuchayib boqdi mening xabarim yo'q vatandoshim.
Yaqında ular to'g'risi yana gap so'z bo'ldi. 3 nafar Uyg'ur aka-uka. Qog'liq naisdan chiqqan aka-ukalarga. Yani Hindiston men chiroyli so'zlabdi, o'sha to'g'ri kelib qoldi, fikr qilib qo'yib qo'ydim vatandoshim. Vazir Modi mundaq ko'rsatdi. Demokratiya bizning muqaddas o'rtaq qimmat qarashimizdir. Tarix qaraydigan bo'lsak, shundoq bir nuqta intayin aniq. Demokratiya barobarlikni va qadr qimmatni qo'llashning ro'yidir. Demokratiya munozara va muhokama aqidalarni qarshi oladi. Demokratiya ideya va ifodalashga qanot beradigan madaniyatdir. Hindiston shuning uchun shundoq baxtliki azaldan tortib hozirgacha shundoq qimmat qarash bilan yashab kelgan davlatdir. Hindiston demokratiyaning bushkidir. Vazir Modi mundaq ko'rsatdi. Amerikaning davlat bo'lib qurilishi odamlar barobar yashaydigan davlatning istiqboliga berilgan ilhomdir. Shu Amerikaning davlat bo'lib qurilishi 7-oyning 4-kuni xotirlanadi. Qurilishi bir ilhom davlatlarga, yoki insonlar barobar yashaydigan davlat deydigan shundoq bir istiqbol kelgusiga berilgan ilhomdir. Bu davlatda milyonlagan kishilarning yiltizi Hindistonga tutishidir. Bu tarafa qoldi gap ekanda. Haqiqatan shu chet eldan Amerika ko'chib kelgan ya ko'chman bo'lib kelib o'ltiraqlashgan xalqlarni bir-biriga solishtirsangiz vatandosh, Hindistonlikning nisbati intayin zo'r ekan. Onda Hindistonlikning Amerikada iqtisod sohasida tutgan o'rni bu nayt kuchli, nayt qudratli o'rinda yashaydigan xalqga Hindiston xalqi Amerikada. Bu yerda Modi shuni ko'rsatmoqni bilmayman, lekin Amerikada yashayotgan milyonlagan odamlarning yiltizi Hindistonga tutishidir deydi. Ularning ichida ba'zilar hozir shu davlat majlisidan qatorida o'ltiribdi deydi. Hindiston nasllik davlat majlisiga a'zo bo'lib kirganlar. Davlat majlisining zalida o'ltiribdi deydi. Mening orqamda birisi o'ri turibdi. Masalan, muavin prezident Kamala Harris. Hindiston naslli xonim. Demak, Modining faxrlanib turib, ishonch bilan, ya'ni kelgusi bo'lgan ishonch bilan so'zlashning asosi bor ekanda vatandosh. Men nima dedim? Hindistonliklar Amerikada ajoyib bir kuch bilan yashaydi ekan dedim vatandoshim. Turibdi, mening orqamda birisi o'ri turibdi. Hozir nutq so'zlayotganda muavin prezident Kamala Harris, ondan Avam palata boshlig'i McCarthy ikkilan o'ri turdi-da. O'ri turibdi, masalan, muavin prezident Kamala Harris vazir Modi yana bundaq ko'rsatdi. Biz muhandis Gandhi, Martin Luther King qatorliq buyuklarga hurmat bildiramiz. Buyuklarning ro'yiga hurmat bildiramiz. Yana boshqa erkinlik, barobarlik, adolat uchun tirishchanlik ko'rsatganlarni eslaymiz. Erkinlik, barobarlik, tirishchanlik ko'rsatganlarni eslaymiz.